Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 11 fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil Bobosbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana bahorgi kiyimlar ham chiqdi. Hozir bularni narxi bilan tanishamiz. Nech pul ekan narxi? Mana yangi kiyimlaringiz narxini nech pul deyapsiz? Mana bularimiz 22 ming bular. Ko'tarib turalasizmi shuncha? Bo'yini ko'taringchi qancha ekan uzunligi? Mana shu kichkinasi keyin kattarog'i. Hop 22 ming deyapsizmi? Pachkaga. Pachkaga 22 ming so'm, donagachi? 25 ming. Donaga 25 ming so'm ekan. Razmeri nechtalik? 58-60 ikkitalik. 58-60 razmer. Nimachi? Material. Materiali nima buni? Lacoste HB. Lacoste HB ekan. Yoqalisizchi? Bular 24 ming nimaga? Pachkaga. Pachkaga bular 24 ming so'mdan ekan. Donagachi? Donaga 28 ming. Donaga 28 ming so'm ekan. Lacoste HB bu. Lacoste HB. Razmeri 56-58-60 ekan razmer. Xo'p. Bular qalinlar nech pul? Juda bahorga kiyadigan-da. Ha, bular 33 ming bular. Bular 33 ming so'mdan. Narxi bir xilmi bularni? Ha, 33 ming. Hammasiniki bir xil. Pachkaga. Pachkaga 33 ming so'mdan, donagachi? Donaga 38 ming. Donaga 38 ming so'm ekan. Manasichi? O'sha ham hammasi bir. Bir xil, Ha. Razmerda necha dedingiz? 56 dan 60 gacha. 56 dan 60 gacha ekan razmer. Kelaverasiz. Bu oyoq kiyimlaringiz nech pul aka? O'sha 20 mingdan 50 minggacha. 20 mingdan boshlanar ekan 50 ming so'mgacha. Bahargilar endi Dona narxi bu. Aha. Yaxshi aka. Endi Telefon nomeringiz nechi? 90lik 90lik 508 508 30 ga aloqaga chiqaverasizlar. Shu mahsulotlar kerak bo'lsa, Muhammad Rasul akam xizmatda. Keyin o'sha oluvchilar telefon qilsin. Bular bo'lmasgan vaqtda telefon qilmaysizlar ekan. Uni o'rniga kitob o'qisin mana. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bobosbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi aka. Xudo xolasa mana ertalab 6 da bozor boshlanyapti, kunduzi 11 gacha bozor bo'lyapti. Hozirgi vaqtda shunaqa bozor kunlari vaqtlari.